Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bugun sizlar bilan aqiqa haqida to'liq holatda gaplashamiz. Aqiqa nima degani, aqiqa qachon qilinadi, aqiqa uchun nechta qo'y so'yiladi va qanaqa hayvonlar so'ysa bo'ladi. Aqiqa go'shtini nima qilamiz va aqiqaning farzand uchun foydalari haqida batafsil holatda tanishib o'tamiz. Aqiqa so'zining ma'nosiga keladigan bo'lsak, Alloh taologa shukr ma'nosida tug'ilgan chaqaloq uchun qurbonlik qilishga aqiqa deyiladi. Do'stlar, endi aqiqa qachon qilinishi haqida gaplashamiz. Aqiqa qachon qilinadi? Farzand tug'ilgandan keyin 7-kuni aqiqa qilinadi. Agar imkoniyat bo'lmasa 14-kuni qilinadi. Agar 14-kuni ham imkoniyat bo'lmasa 21-kuni aqiqa qilinadi. Agarda ushbu kunlarda ham imkoniyat bo'lmay, oilaviy sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Shunaqa holatda ham imkoniyat bo'lmasa, qachon imkonini topsa, o'shanda aqiqa qilinadi. Misol uchun ayrimlarda 1 yosh, 2 yosh bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ayrimlar aqiqa qilmagan, o'sha holatda ham aqiqa qilsa bo'ladi. Misol uchun ayrimlar umuman aqiqa qilinmagan, lekin ular balog'atga yetgan bo'lishi ham mumkin. Shuni inobatga olish kerakki, chaqaloq tug'ilgan paytida u shaytonning changalida bo'lar ekan. Shuning uchun bola tug'ilgan paytida chinqirib yig'lar ekan. Aqiqa qilingan paytda u shaytondan najot topar ekan. Misol uchun ayrim yoshi katta insonlarni ko'radigan bo'lsak, dindan gapiradigan bo'lsangiz, ularga yoqmasligi mumkin. Shu narsa ham aqiqaga bog'liq ekan. Aqiqa qilinganda insonning hayot tarzi ham yaxshilanib borar ekan. Shuning uchun kimga aqiqa qilinmagan bo'lsa, aqiqa qilinish kerak ekan. Aqiqa uchun nechta qo'y so'yiladi? Agarda tug'ilgan farzand qiz bola bo'lsa, bitta qo'y so'yiladi. Agar tug'ilgan farzand o'g'il bola bo'lsa, 2 ta qo'y so'yiladi. Lekin o'g'il bola uchun ham bitta qo'y so'ysa bo'ladi. Agar ko'proq savob umidida bo'lsa, 2 ta qo'y so'ysa bo'ladi. Demak, umumiy holatda aytadigan bo'lsak, o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham bitta qo'y so'ysak bo'lar ekan. Ayrimlar aytishi mumkin, nima uchun qiz bolaga bitta qo'y so'yilishi kerak deb. Buni sababi shundan iborat ekanki, kelajakda qiz bolaga sep va oilasi uchun jihoz qilib beriladi. Shuni hisobga olgan holatda bitta qo'y so'yiladi deyilgan ekan qiz bolaga. Demak, o'g'il bolaga ham bitta qo'y so'ysak bo'ladi. Bu albatta o'zingizning sharoitingizdan kelib chiqadi. Keyingi ma'lumot, aqiqa uchun faqat qo'y so'yiladimi? Yo'q, unday emas. Aqiqa uchun masalan, echkini so'ysa ham bo'ladi, yoki katta qora mol so'ysa ham bo'ladi, yoki bo'lmasa tuyani ham so'yib umumiy holatda aqiqa qilsa bo'lar ekan. Aqiqaga misol uchun biz qo'y so'ydik deylik. Shu so'yilgan go'shtni nima qilamiz? U go'shtni pishirib ziyofat qilib tarqatsa ham bo'ladi, pishirilgan holatda yoki bo'lmasa xom holatda ham tarqatsa bo'ladi. Ikkala holatda ham bo'lar ekan. Masalan, qo'ni-qo'shnilarga, nochorlarga, o'sha bolaning tug'ilishida doyalik qilgan ayollarga ham bersa, yana ham yaxshi bo'lar ekan. Endi aqiqaning foydalari haqida gaplashamiz. Yangi tug'ilgan farzandning yaxshi unib o'sishi, baxtli saodatli bo'lishi bu aqiqaga bog'liq ekan. Shuning uchun bu narsani vojib deyishgan, lekin jumhur ulamolari esa sunnatu muakkada deyishgan ekan. Umumiy holatda aytadigan bo'lsak, yangi tug'ilgan farzand uchun aqiqa qilinishi shart ekan. Qilishimiz kerak ekan. Chunki bola ertaga baxtli, saodatli yashash uchun muhim hisoblanar ekan. Agarda siz yuqorida aytganimizdek aqiqa yoshi o'tib ketgan bo'lsa ham, o'zingizning sharoitingizga qarab aqiqa qilish tavsiya etiladi. Biz iloji boricha aqiqa mavzusiga oid eng muhim bo'lgan savollarni yig'ishga harakat qildik. Agarda sizlarda yana shu mavzuga oid savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Biz iloji boricha rasmiy saytlardan foydalangan holatda savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, biz ushbu videoni tayyorlashda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning darsliklaridan keyin Shukrulloh domla va boshqa domlalarning ma'ruzalarini eshitgan holda umumiy holatda bir darslik sifatida tayyorladik. Savollaringiz bo'lsa, video kommentariyasida yozib qoldirsangiz bo'ladi. Videoni do'stlaringizga ulashishni va like bosishni unutmang.